Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar va mijozlar. Navbatdagi xonadonimizda eshik romlarini ham o'rnatib bitirib berdik. Ushbu xonadonimizga 2 ta rom, 2 ta eshik, 3 ta forchka o'rnatib berganmiz. Eshik romlarimiz materiali oq alyumindan yasalgan, oynalari yodgich qatdan. Eshiklariga qaytlik fasondagi zamorchilarni o'rnatib berdik. Ochilib yopish juda zo'r chiqdi. Forchkalarga qaychi mexanizm o'rnatib berganmiz. Ularni ham ochilib yopish juda zo'r chiqqan. Eshiklarimiz bitta barmoqda yopiladigan bo'lgan. Romlarga padakonlargacha o'rnatib berganmiz. Romlarga har doimgidek oqqina prime ruchkalarni o'rnatib berdik. Ishimiz chiroyli chiqdi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aniq qo'yib chiqarasizlar. Ishlaringizni chiroyli qilib bitirib beramiz.